Bu ko'rib turgan tog'imiz mana shu hammasi tog'. Bitta tog', Uhud tog'i. Uhud boshqa tog'larga qo'shilmagan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Uhud haqida nima degan? Biz Uhudni yaxshi ko'ramiz, Uhud ham bizni yaxshi ko'radi degan. Erkaklarimiz juda yaxshi biladi, janoza namoziga boradi. Janoza namoziga qatnashamiz erkaklar. Janoza namoziga qatnashgan erkak uchun Uhudchalik deydi savob beriladi. Mana shu ko'rib turgan tog'chalik bitta janozaga qatnashib qo'ysa ekan, shuncha savob oladi. Endi bu ko'rib turgan tog'imiz. Har bir tog'ning ostida ildiz tog'i bo'ladi. Bu ildiz tog'i xuddi shunchalik pastda joylashgan. Yana shuncha savob olamiz. Uhud tog'iga shuncha savob olar ekanmiz. Endi dafn marosimiga qatnashsak ham deydi. Dafn marosimiga erkaklar qatnashgan. Shunga ham yana shuncha savob oladi. Bu tog'i mana shu tog'dan iborat bo'ladi. Nima uchun Uhud deydi bizda? Uhudga boshqa tog'lar qo'shilmagan. Alohida bo'lganligi uchun. Bu yerda Uhud jangi bo'lgan. Hijratdan keyin 3 yil o'tib bu yerda mushriklar keladi. Mushriklar kelib musulmonlar bilan jang qiladi. Bu yerda musulmonlar juda katta yo'qotish qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 50 ta kamonchini mana shu toqqa mana ichida toqtirdi toq. Shu yerga joylashtirib aytadiki, bizlar g'alaba qozonsak ham, qozonmasak ham bu yerni tark etmaylar. Lekin musulmonlar g'alaba qozonayotgan paytda bu yerdagi kamonchilar biz ham urushimizdan mahrum qolamiz deb bu yerga tushib yoradi. Bu yoqda Xolid ibn Valid, musulmon bo'lmasdan oldin Xolid ibn Valid musulmonlarni mag'lub qilish uchun tog'dan tushgan kamonchilar ko'rib turib, hujum qilib musulmonlar yengib qo'yadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hazrat Umar, Hazrat Abu Bakr Siddiq Uhud tog'iga qarab chekinadi. Uhudga chiqqanda Uhud tog'i qaltiraydi. Uhud tog'i qaltiraganda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Uhudni bir tepalarida "Ey Uhud, tinchlan, seni ustingda payg'ambar va 2 shahid turibdi" deydi. Shu yerda o'zida Hazrat Abu Bakr Siddiq va Hazrat Umarni shahid bo'lishligini bashoratini berganlar. Shu yerda bashorat berilgan. Bu yerda juda katta yo'qotish bo'ladi. 70 ta sahobiy va payg'ambarimizni amakilari Hamza roziyallohu anhu mana shu yerda shahid bo'ladi. Vahshiy o'zini sohibi, ya'ni Hind bin Utbadan bir narsa oladiki, sen deydi, Vahshiy deydi, shu Hamzani o'ldirsen deydi, seni ozod qo'raman. Hamza roziyallohu anhuni Vahshiy judayam qattiq azobda, hatto jigarlarini so'kib dedi, shu Utbani oldiga olib beradi dedi, chaynagan, qonni to'lagan. Sababi dedi Hamza roziyallohu anhu Hind bin Utbani bir yil oldin bo'lgan Badr jangida akalarini va otasini o'ldirganligi uchun va qasos olishlik uchun shu taklifni Vahshiyga beradi. Bu yerda bir ibratli voqea bo'ladiki, Vahshiy musulmon bo'lgan vaqtlarda musulmon bo'ladi va payg'ambarimiz oldiga kelib turib aytadilarki, "Ya Rasululloh, men juda ham katta gunoh qilganman. Sizni amakingizni men shahid qilganman. Meni kechirasiz, kechiring, men musulmon bo'laman" deganda payg'ambarimizni qarangki, rahmdilligini qarangki, Vahshiylarcha o'ldirgan amakisini. "Ey Vahshiy" dedi, "Men seni Alloh uchun kechirdim, vaholanki agar" dedi, "sen dinni qabul qilib, musulmon bo'lmaganingda men seni o'ldirishga mahkum qilardim. Dinni qabul qilganligi uchun bir musulmonni yomon ko'rib qolishdan saqlanish uchun sendan bir iltimosim bor, meni ko'zimga ko'rinmasdan yurgin." Shu yerda bizga ibratli voqea shu bo'ladiki, kechirimli bo'lishlik voqeasi bizga ibrat bo'ladi. Bu yerda Mus'ab ibn Umayr roziyallohu anhu Madinaga ilk da'vatchi bo'lib kelgan sahobiy, payg'ambarimizga juda ham katta birinchi tarixda deydi ilk da'vatchi maqomini oladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga juda ham o'xshash inson bo'ladi. Shu sahobiy ham bu yerda shahid bo'ladi. 70 ta sahobiyga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam janoza o'qiydi. Vaholanki amakilariga har bitta sahobiyga qo'shib 70 ta janoza o'qiydi. Hamza roziyallohu anhu. Shu shahidlar mana shunga ko'milgan, qabrlarni o'rab qo'ygan. Hozir Uhud tog'ini tagida bo'lgan shahidlar. Shahid shunda bo'lgan.
ser yog'ib dedi 20-asrlarda ser yoqqanda deydi, shahidlarda deydi, jasadi ochilib ketib qoldi. Buni ko'rgan insonlar aytadiki, shahidlar deydi, xuddiki ana shu paytda qanday yotganimizni shunday, jasadi chirimagan. Hatto Hamza roziyallohu anhu deydi, burnilardan qon to'xtamay oqib turgan. Shuni ko'rgan. Shunchaki bu yerga hamma shahidni bir joyga jamlab turib ko'mib qo'ygan. Bu yerda shunday voqea bo'lgan. Men bu yerda hech qanaqa ibodat yo'q. Shunchaki Uhud jangini tafsilotini berish uchun bu yerga ziyoratga kelamiz va shahidlarni ziyorat qilgan ekanmiz. Vasila qilib, duo qilib, shu shahidlarni nomidan, shahidlarni hurmatidan duoimiz ijobat qilganda duo qilsak, inshaalloh duoimiz ijobat bo'ladi. Lekin bu yerga qabrga qarab duo qilmaydi. Qabrga qarab duo qilib, shahidlarni qo'ttaga vasila qilib so'raydi. Shahidlardan so'ralmaydi. Duo shahidlardan Allohdan so'raladi, vasila qilib o'rtaga qo'yiladi. Bu yerda hozir boshqa askarlar aylanib yuradi. Qabrga qarab duo qiladigan bo'lsa, sen shirk amal qilyapsan. Qattiqroq deb qo'yish. Shuning uchun duoni avvalambor haqlariga Qur'on o'qib ichiladi. Savobini bag'ishlab turib, qiblaga qarab duo qilsak bo'ladi. Tezroq ziyorat qilamiz.